Ha demek ya uyku yok mu? Nima bo'ladi? Odamlarni qarab-ku. Hmm. Odamlar kosmosga uchyapti, planetaga uchyapti. Qasr bitta planetadan uy qurmoqchi odamlar. Hmm. Aynaqa davrda men xurraga eshitib uxlolmay yotibman. Hmm. Yana bir nimani o'ylash kerak deydi. Buni xurra bilan qanaqa qilib o'ylayman? Yana bitta olim chiqibdi, o'zicha 7 soat uxlash kerak inson debdi. Hmm. Kelib yashamanida sen ham bir 7 soat uxlab ko'rchi. Shu odamni bilet olishiga bir yordam beradigan odamlar bo'lsa, iltimos biletga muhtoj olinglar. Necha bo'lyapti soat? Soat necha bo'ldi? Iltimos akalar. Yo duo qilinglar, bir yo'li yo'qmi? O'rgatinglar shu xurrani yo'qotishdi. Shu statiya bo'lganda, mana shu hurrakka statiya bo'lganda qamatib yuborardim 15 yilga. Xurrakka statiya ham yo'q. Bu xotini vezilab bu yoqqa jo'natib yuborgan, shu bashlarni o'ldirsin deb. Sardor, uyg'oting ona. Uyda sovuq. Ey xudo.